Atigi 30 000 dollar evaziga 3 xonalik korobka holatida uy sohibi bo'lishingiz mumkin. Xudo xohlasa video manfaatli bo'ladi, oxirigacha ko'ring. Asosiy kiraverch eshigi, kiraverch eshikdan sizni keyingina koridor qismi kutib oladi. Kadastr hujjatlarida ko'rdim. Haqqoniy 3 xonalik, mana bu yerda oshxona bo'lishi kerak. Bu uy egalari yo'q, o'zim uchun bu yerda sdiachi zona taxlab olaman deganlar. Xohlasangiz bu yerda oshxona qilishingiz mumkin, xohlasangiz mana shunday televizorlar qo'yib hol qilishingiz mumkin. Bu yer bo'lmoqda birinchi xonamiz. Ko'rayotganingizdek bironta balkon mavjud emas. Eng asosiysi ikki taraflama proyega ega 78 metr kvadratdan iborat. Bu yer bo'lmoqda ikkinchi xonamiz. Sanuzellari ham alohida. Narxiga arziydi. Ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz bu yerni oshxona, xohlasangiz xona qilishingiz mumkin. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, shundoqqina Shayxulloh masjidining orqa tarafida 5 etajli kirpishli domning 5-etajda joylashgan. Kvartira ma'qul bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bemalol kelishingiz mumkin.